Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun Hamkorbank Samarqand filialida shu tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangandi. Shu uchrashuvga asosan tadbirkorlarda, fuqarolarda bankka nisbatan nima ehtiyoji bor, nima muammosi bor, shu bo'yicha uchrashuv tashkil etilgandi. Agar sizlarda bankka nisbatan savollar bo'lsa yoki yordam kerak bo'lsa, murojaat qilsalaringiz, murojaatlarni ijobiy qabul qilishga harakat qilib beramiz. Qanaqa masala bo'lsa, bemalol murojaat qilish mumkin. Bizlar tayyor. Prezident qarori bo'yicha yoki bo'lmasa qanaqadir imtiyozli kreditlar bo'yicha yoki sizlar tomonidan ish o'rni yaratib berish bo'yicha nima masalalar qilinadi, bizlardan nima yordam kerak, sizlarga nima qilib berish kerak, shu bo'yicha nima takliflaringiz, nima savollaringiz bor, shunga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bizlarga. Bizda savol bor edi. O'tgan safargi kreditga nisbatan bu safargi kreditimizda 5 million 6 million razlika qilyapti-da, 300% tushganmi yo biror mahsulotga kamaydiganmi? Sizlarga berilgan kreditlarda hozir sizlarga oxirgi bergan kreditlarimiz bo'yicha past foizdan berildi kreditlarimiz prezident qarori bo'yicha foiz tushgan, o'sha past foiz kreditlar bergani sababiga shuning uchun sizlarga to'lovlar o'tgan safargi to'lov jadvaliga asosan kamroq chiqishi kuzatilyapti. Bunda nima masala bor? Men Sanjarbek Xushnudbek oila korxonasi rahbariman. Men shu boshimizda 312-qaroriga asosan 100 million kredit ajratib berishlaringizni so'rayman. Shu tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida. Tomonlarga direktor o'zingizlar firmada, o'zingiz faoliyatimi savdo sotiq bilan shug'ullanasiz. Yaxshi, bizlar bilan oldindan klientimizsiz, Kamol aka, sizlarga shu qaror bo'yicha alamali 3 yilgacha ajratib berishimiz mumkin, shu imtiyozli shartlar asosida. Sizga bolalar uchrashadi, sizga nomerlarni beramiz, gaplashib, sizga 100 million so'm rasmiylashtirib, bezalog imtiyozli shartlar asosida rasmiylashtirib beramiz. Bu masala bo'lmaydi. Rahmat. Ulyas akaga uchrashtiramiz, buni hal qilib beradi, javob hal qilib beradi. Yana kimda masala bor? Assalomu alaykum. Men Muxtor Transservis korxonasi tashkilot rahbariman. Xitoy Respublikasidan turistik avtobus olib kelish niyatimiz bor. Shunga imtiyozli qilib qanaqa bir variant bilan 1 milliard iloji bo'lsa yordam qilib berishlaringizni so'raymiz. Aka, Muxtor Trans o'zimiz bilamiz, faoliyati bor, ishi bor, imtiyozli shartlar asosida bo'lmasa dasturga qo'shamizda sizga 1 milliardga bitta avtobuslar bitta avtobus nechta aka? 55 ta. 55 talik avtobus qilib berishga hozir bugungi kunda turizm faoliyati rivojlangan. Hozirgi vaqtda endi ayni hozir mavsum vaqti iloji boricha tezroq o'sha masalani hal qilib berishga yordam qilib beramiz aka. Masala bo'lmaydi. To'g'ri qilyapmiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Bekqulova Nodira Esanbayevna, Shuhrabot tumanidan keldim. Mana shu Hamkorbankka mijoz sifatida mana shu oilam uchun pul olmoqchi edim. Ana shuni masalani hal qilib bersalaringiz yaxshi bo'ladi. Necha pul olmoqchisiz opa? 36 million. 36 million mikroqarz kerak sizga. O'zingiz ehtiyojingizga ishlatishga ehtiyojingizga. Bu hozir jismoniy shaxslar bilan ishlaydigan bo'limimizda inspektorlarimiz bor, mutaxassislarimizni uchrashtiramiz. Sizni nimangizni, masalangizni bugun uzoqroq ertagacha hal qilib beramiz. Iloji boricha bugun masalangizni hal qilib beramiz. Agar nima to'g'ri kelsa, shartlari nima to'g'ri kelsa, sizga ijobiy qaror qabul qilishga harakat beramiz. Shukrlar, hurmatli tadbirkorlar, agar kimda nima masala bo'lsa, bemalol murojaatlarni qilishlaringiz mumkin. Hamda Hamkorbank eshiklari sizlar uchun ochiq, bemalol nima qilmasdan uchrashib, savol-javob qilib bemalol ketishlaringiz mumkin. Masala yo'q bu bo'yicha. Katta rahmat. Rahmat.